Imron, bu Brookhaven'ning 7-qismi mana o'rtog'im bilan o'ynayapman. Sakra. Lekin o'rtog'im hozir yonimda emas. O'shanga ham meni eshitmaydi. Uy talla. Mayli, endi eshitmasa ham gapirib qo'yaveramiz. Endi hozir men topa olarmikan? Mayli, hozir o'zim uy qurib turaveraman. Sizlar bo'lsa obuna va like bosib qo'yinglar. Ungacha balki o'rtog'im ham kelib qolar. Hozir 6-qismda qanaqa uy qilgandim? Mayli, bu safar boshqacha uy qilaman. Mana shunaqa uraman. Bo'ldi, hozir endi o'rtog'imni oldiga boraman. Mana shunaqa qilsam balki topa olarman. Qo'shdi. Ana ekan o'rtog'im. Ke. Men bilan uy qilgin-ki. Mashinaqa sanqi. Ana bo'ldi, qildi, endi qo'shni bo'lamiz. Keyin bir aylanib kelamiz. Mashina qilishim kerakmi? Men boshqacha qurgandim, bu boshqacha qurdi, mayli. Ke o'tirarmikan? Orqada nima bor? Oldinga o'tar. Bo'ldi. Endi hozir biza dam olishga ketamiz. Samolyotda uchib ketamiz, qatga bo'lsa ham. Hozir endi o'rtog'im bilan shatga ketamiz. Aeroport naryoqda edi-yu. Samolyot oldiga kelma. Keyin mashinamni mashinadan olib kelishim kerak. Bo'ladi. Qoplandim. Nimaga qoplanmayapti? Mayli de, yur tush. Nima bo'lib qoldi? Qani? Kirib ketdi. Nima bu ishga kirasan, chinnimisan? Yo, sahla. Endi shu qilganda yur. Chamadonni olish kerak edi. Men kerak bo'ladigan narsalar bu plastik, keyin qat'iy uchmadon. O'zi bormidi bu Brookhaven'da? Mana. Yur. To'xta. Oh.
ko'rmay chiqib ketdim. Bu yoqqa kelgan. Men faqat o'tiraveradi. Bu yoqqa kelgan. Bu yoqqa kelgan. Voy. Kela qolgan, kela qol. Kela qol, ey. Yuraqa. Qayerdasan? Qani? Uzmasdanmi? Samolyotda emasmi? Samolyotda emasmi? Voy. Men parashyutdan tushaman. Ana parashyutdan tushaman. Qayerga tusharkinman, qiziq. O'rtog'im telefon qildi. Hozir endi men nima qilsam bo'ladi? Masjidga boraman yana. Yo'q, undan ko'ra uyga borib yotaman. Ikkinchi etagaga chiqib uxlayman. Masjidmi faqat? Mayli, masjidda o'tiraman. Ay, uxlaganim ham yo'q. Qani xaladingni ochich. Chanqog'im bosildi. Soat 6 bo'ldi, ertalabki. Endi ozgincha yugurib kelishim kerak. Voy, bu ishim ochilmaydigan bo'lib qoldim. Sen botdan edi ishi. Shunaqa ishi qattalgina bilmay qoldimmi shunchalik men. Masjiddan aylanib kelaman. Quyosh chiqyaptimi deyman, tomosha qilib turaylik. Qimillab o'tsagan ko'ryaptim. Sekin ko'tarilyapti. Qani men o'zim mashinamni olaychi. Qilaman, buni kerak emas. Endi ozgincha aylanib kelaman. Agar 8-qism chiqishini xohlasanglar, hoziroq like bosinglar va kanalimga obuna bo'linglar. Mana shu videom 10 mingta like yig'sa, men sizlarga yuzimni ko'rsatishga albatta va'da beraman. Buni o'girsa bo'lmaydimi? Bu nima bu? Men bilan ko'rish uchun ekan. Bu
O'tam zerkarli bo'lib ketdi. 7 sekunddan keyin nimadir shou bo'lar ekan. Mayli, kutib tura qoling. O'zi hech kim ham qolmabdi, bitta manman. Mana qisma qotdi. Menimcha sekin bo'lyapti. Bu minutmi yo sekundmi? Mayli. Men kecham fokus qilib turaman. Ana qiz ketib qoldim. Mayli. Abrakadabra. Ana quyon chiqib keldi. Ko'rdinglarmi? Mana shunaqa fokusnikman. Men mana qarab turinglar. Hech kim shunaqa qila olmaydi. Hech kim mendagi zo'r qila olmaydi. Eng zo'r men qilaman. Menimcha minut shekilli, sekund emas bu, aniq sekund emas. Kutmayman, hech kim ham qolmadi o'zi. Tinchlik ekan. To'xtab turinglar, zo'r ish qilaman hozir. Bundoq qilaman. Endi men bunaqa ketdim. Bechara qidirib yuradi hozir meni. Men esa ketdim. Endi uyim qaysi tarafda? Mana bu tarafda ekan. Mashinamni ham qo'yaman. Soatim kechqurun bo'ldi. Tezroq uxlash kerak. Milisa ham kelmayapti-yu. Qatdan yopaman. Voy astag'firullah, ke bo'ldingizmi? Kechirasiz, bu meni uyim. Tushunmadim. Peshaning qursin seni. Ay, peshaning qurgur. Shul. Ket tezroq, meni uyim oldida. Mana qildi hozir. Yo'qol. Men tinchgina uxlayman uyimda. Nima xohlaydi bu? Bo'ldi, ket, yo'qol. Men bitta televizor ko'rib o'tiraman. Bo'pti-ki. Belki birga o'tiramiz. Belki kela qol endi. Kir degandan keyin kirmaydi endi. Nima xohlayapsan? U kirdi, men kirmayapsan-ku. Yo'qol endi. Sap ketasan. Xafa qilib qo'ydim shekilli. Bari chaqiring.
Bechara xafa bo'ldi. Video shu joyda tugadi. Hammaga xayr.